2-3 kunda qilib beraman aka pulingizni. Tinchligim Baxtiyor. Arendani berishim kerak edi, o'shanga 300 yetmayapti. Ha bo'ldi o'rtoq. Men 300 olgin. Arendani hal qilgan, keyin surishib ketamiz. Voy palakat. Nima qilyapsiz aka, qaramaysizmi ko'zingizga? Aka, asgina telefonga chalib qolmanda. Nima qilamiz aka buni endi? Aka, hozir shuni bir minut gaplashib oling. Aka, buni bamper ketibdi-yu. Bamper necha pul turadi? Yangi olib beramiz. Aka $100 beringlar, o'zim qildirib olaman. O'rtoq, bu trikkerga xaridorim ko'p. Agar rostdan olsang, kutib turaman. Bo'ldi o'rtoq, 1 soatdan keyin gaplashamiz. O'rtoq, mashinamni urib olganim bilasan. Shunday bitta zo'r trekker chiqib qoldi-da, 3000 yetmayapti faqat. Bois hali xarajatlarim ko'payib ketib qolibdi. Unaqa pul yo'q hozir. Shunaqa degan. Ha, o'rtoq, bo'pti, keyin gaplashamiz. To'xta o'rtoq, bu narsa yeymiz. Qo'lingdan kelmasa nima qilasan? Katta gapirib. Bo'pti, gaplashamiz. Mana shu mandarizdan 1 kilo solib bering. Baxtiyor. Telefon qilsam, telefoningni ko'tarmaysan, tinchlikmi? Sardor, hozir ishlarim ko'p edi, keyin gaplashamiz. O'tgan safar yordam so'raganda senga bera olmay qoldimi? Shundan keyin ham sen bilan o'rtoq bo'lib qolsak bo'laveradimi?